Bu do'stimizning qilgan ishlarini qaranglar. Alloh rozi bo'lsin. Sizga ham, bizga ham shunaqa ezgu ishlar qilishlikni qodir qilsin ilohim. Donasi 405 so'mni qayerdandir topishadi. Buni yuklash ham bir azob narsa aka. 2000 dona quysa, albatta 2500 dona quysagina keyin kimdir kelib ketadi. Mintasiga kelmaydi. Endi aka qish oyichi, qishda qish quyib bo'lmaydi. Ezgulik yo'lini yurakka joylab, yo'lga chiqdi bir o'g'lon bellarni bo'ylab. Mushkulini olay deb har ko'ngillarni quvonchga to'ldiray deb g'amgin dillarni. Har kimga ham berilmas bunday shijoat. Alloh qalbga solgani go'zal hidoyat. Sabr qilib boriga, hatto yo'g'iga, el oldida xizmatin bilib omonat. Hoy Abdulloh, Abdulloh, kuch quvvat bersin Alloh. Bu boshlagan ishingizni bardavom qilsin Alloh. Siz ezgulik yo'llaridan tutib doim qo'llardan, xalqning dardida yongan, joy olgan ko'ngillardan. Ortidan aslo chopmagan, kim kelsa qo'rg'oniga eshik yopmagan. Borini ulashib jonidan bo'lak, jannat tomon quraydi bir uzun yo'llar. Minib yurgan olovi g'ariblik bo'ldi, do'stu yorlar yonida himmatga to'ldi. Saxovat peshalari doim yonida, oxirat hurjunlari sahobga to'ldi. Voy Abdulloh, Abdulloh, kuch quvvat bersin Alloh. Bu boshlagan ishingizni bardavom qilsin Alloh. Siz ezgulik yo'llaridan tutib doim qo'llardan, xalqning dardida yongan, joy olgan ko'ngillardan. Bir nonga muhtoj, kimlardir bemorlikda yashar ne iloj. Qo'lni cho'zib qolaylik ezgu yo'lida, mahshar kuni topaylik shu yo'lda najot. Hoy Abdulloh, Abdulloh, kuch quvvat bersin Alloh. Bu boshlagan ishingizni bardavom qilsin Alloh. Siz ezgulik yo'llaridan tutib doim qo'llardan, xalqning dardida yongan, joy olgan ko'ngillardan.